Muoviyat ibn Abu Sufyon ham, hatto Muoviyat ibn Abu Sufyon ham yaxshi so'zlarni aytdi. Ali roziyallohu anhuning shahid bo'lganligi, o'lganligi haqida xabar yetganida istirjo qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. So'ng yig'ladi. Bu holatini ko'rib turgan ayoli Muoviyaga kecha o'sha odam bilan urushyaptidingiz. Endi bugun o'lsa yig'laysizmi dedi. Muoviya aytdi: "Senga voy bo'lsin. Fazildan, ilmdan, fiqhdan odamlar nimani yo'qotib qo'yganligini bilasanmi?" dedi. Muoviya ibn Abu Sufyon birodarlar Ali ibn Abi Talib bilan husumatlashib turgan kunlarida ham Ali ibn Abi Talib Iroqda, Muoviya Shomda. Fiqhda biror bir masala chiqib qolib, Muoviya ibn Abu Sufyonga shuni hal qilib berisha olmasa, Ali ibn Abi Talib bilan husumatlashib turganida ham odam jo'natar ekan masala so'ragan. Ali ibn Abi Talib javobni aytib jo'natar ekan. Muoviya ibn Abu Sufyon Ali ibn Abi Talibning qatlidan xabar topib dedi: "Ibn Abi Talibning vafoti bilan fiqh ketdi, ilm ketdi." Muoviyani ukasi Utba ibn Abu Sufyon akasini bu gapni eshitib, "Sendan bu gapni shomlilar eshitmasin" dedi. Muxta ekanligi. Muoviya aytdi: "Tinch bo'l" dedi. Bu haqiqat, bu insofdir. Keyinchalik Muoviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'lganidan keyin uning oldiga Ziror as-Suddai keldi. U kishi doim Ali ibn Abi Talibning oldida yuradigan kishilardan edi. Muoviya unga aytdi: "Siflana Aliya. Bizga Alini sifatlab bermaysanmi? Meni avf qiling Amirul Mu'minin" deb unamadi Ziror. Shunda Muoviya talabida turib olganida Ziror aytdi: "Agar Ali roziyallohu anhuni sifatlashlik kerak bo'lsa" dedi. "Vallohi u uzoqni ko'rar edi. Quvvatli edi. Qisqa gapirar, adolat bilan hukm qilar edi. Ilm va hikmat uning tilidan otilib chiqar edi. Dunyo va uning ziynatlaridan uzoq, tunlari bilan ibodatda huzurlanar edi. Ko'z yoshlari ko'p, uzoq fikrli, o'ziga xitob qilib doim nafsini ma'lumot qiluvchi edi. Kiyimning oddiysi, taomning soddasi bilan kifoyalanar edi. Vallohi oramizda ekan xuddi bittamizdaqa turar edi. Hamma qatori. Agar kelsak, o'ziga bizni yaqin qilar edi. So'rasak, javob berar edi. Lekin shuncha o'ziga yaqin qilganligi bilan haybatli edi, gapirishlikka jur'at qila olmas edik. Din ahlini ulug'lar edi. Miskinlarni yaxshi ko'rar edi. Quvvatli inson agar nohaq bo'lsa, undan umidvor bo'lmas edi. Zaif inson haq bo'lsa, uning adolatidan noumid bo'lmas edi. Allohni guvoh qilib aytamanki, uning ayrim holatlariga guvoh bo'lganman." Bu o'rinda Ziror ana shu safarlarda birida jamoa yotib uxlaganda Ali ibn Abi Talib namozga turganligini sifatlab aytib beradi. Tun kirdi. Osmon yulduzlarga to'ldi. Ibodatda, tazarruda turar ekan, Ali xuddi chayon chaqqan kishidek iztirobga tushgandi. Mahzun kishidek yig'ladi. Men uni hozir ham eshitib turgandayman. Shunday holda turar ekan, Ali aytardi: "Ey Robbimiz, ey Robbimiz." So'ngra aytardi: "Ey dunyo, meni aldamoqchimisan? Meni o'zingga tortmoqchimisan? Hayhot, hayhot, mendan boshqani aldagin. Tahqiq seni 3 taloq qildim. Sening umring qisqa, majlising haqir, xataring ko'p. Zotning ozligidan ilmning, taqvoning, amalning ozligidan safar uzoq, yo'l vahshatli" dedi. Muoviya Zirorning so'zini eshitib, roziyallohu anhu: "Abul Hasanni Alloh rahmat qilsin. Abul Hasanni Alloh rahmat qilsin. Vallohi u shunday edi" dedi. Muoviya so'radi so'ngra roziyallohu anhu Zirordan: "Unga bo'lgan qayg'uing qanday? Ali o'ldi, qayg'uing qanday?" Ziror aytdi: "Qo'lidagi bolasi so'yib tashlangan ayolning qayg'usidek" dedi. Biz ham birodarlar Ali ibn Abi Talibga mana shunday bir qayg'udamiz. Biz Ali ibn Abi Talibni tutgan yo'lni to'g'ri deb bilamiz. Biz Ali ibn Abi Talibni yaxshi ko'rganni yaxshi ko'ramiz. Ali roziyallohu anhuni yomon ko'rganni yomon ko'ramiz. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibning haqqiga duoda bo'lamiz. U zotni haq ustida bo'lganiga ishonamiz. Parvardigoro bizni va Ali ibn Abi Talibni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan, payg'ambarlar bilan, haq rost iymon egalari bilan, shahidlar va faqat yaxshi amallar bilan o'tgan kishilar bilan birga jamlashishni so'rab duo qilamiz.
va hasuna ulaika rafiqa. Ular esa eng yaxshi hamrohlardir. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la